Yangi yil menimcha eng ajoyib bayramlardan biri. Yangi yil arafasida har qanday bolaga o'z orzularini qog'ozga ko'chirib, Qorboboga yo'llashi mumkin. Hurmatli Qorbobo, yangi yil kelguncha kichik sirimni qalbimda asrayman. Orzularimni qog'ozga bitib, shu zumda sizga yo'llayman. Qorbobojon, Qorbobo, tilaklar bisyor bobo. Har gal Qorbobo yangi yil paytida sovg'a ulashayotganda boshlig'i sifatida haligi avval qanday qilgan bo'lsak, yana shunday o'tkazaveramiz. Bizda o'zimni sira yomon his qilmagan edim. Shamol emas, bu sehrli bo'ron. Hech qachon Qorbobo qutqariladi. Birinchi vazifa Qorboboni kuzatish. Intiqlik bilan kutmoqda. O'zlarga qarama-qarshi tarafdagi sizlarga yo'lni ko'rsatamiz. Hamma Qorboboni kutadi. Faqat kulgi, sovuq va kasallik. Yovuz Nevi sizni kutmoqda. Agar yordam bersan, yangi yilni birga o'tkazamiz. Bor qizim. Bu nimasi bobojon? Nega kasal bo'lganingizni menga aytmadingiz? Qorbobo, biz Elflar kuramiz. Elflarim, sizlar ajoyib ish qildingizlar. U bolakay juda odobli. Bu yil men uni ko'rmasam bo'lmaydi. o'sha bolani shu yerga olib kelsak bo'ladi.